O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-noyabrdagi tadbirkorlar huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni asosida joylarda tadbirkorlik subyektlari bilan tizimli ishlash, ularning huquqiy savodxonligini oshirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Mazkur farmon ijrosini ta'minlash maqsadida Madaniy meros agentligi tomonidan Xorazm viloyatida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar ishtirokida seminar-treninglar tashkil etildi. Tadbirda malakali mutaxassislar, ekspertlar, shuningdek, biznes-ombudsman, savdo-sanoat palatasi hamda boshqa manfaatdor tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. Seminar davomida tadbirkorlarga ularning huquqlari, qonuniy manfaatlarini himoya qilish mexanizmlari, shuningdek, madaniy meros obyektlari bilan bog'liq faoliyatda duch kelinadigan huquqiy masalalar yuzasidan amaliy maslahatlar berildi. Mutaxassislar tadbirkorlarning savollariga javob berib, ularga tegishli hujjatlarni rasmiylashtirish, litsenziya va ruxsatnoma olish tartiblari haqida ham batafsil tushuntirishlar berishdi. Ushbu seminar-treninglar tadbirkorlar huquqini ta'minlashga xizmat qilish bilan birga, ularni madaniy merosni asrash va undan oqilona foydalanish masalalarida ham xabardor etishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.